Kechagina Ramazonga 3 kun qoldi, 2 kun qoldi deb kun sanab yurgandik. Mana bugun Ramazonning oxirgi kunlarida turibmiz. Sizlarga ham vaqt shunaqa tez o'tgandek tuyuldimi? Bu video vlogda saharligimdan bo'lishganman. Birinchi turib choy ichdim, keyin saharlikni qilib idishlarimni yuvib oldim va o'zimga ozgina vaqt ajratdim. Birinchi qo'limni yaxshilab yuvib, keyin yuzimni hudga o'tdim. Birinchi toner, keyin sivoritka va namlantiruvchi kremimni surib oldim. Albatta orasida ozgina vaqt kutdim surgan narsalarim qurishi uchun. Keyin qizimni zubagrizlarini, ложкalarini, so'rg'ichlarini sterilizovat qilib oldim, chunki bir ikkita narsalarni yenga olgandim va shu bilan oshxonamni ozgina tartibga keltirib, qizim bilan birgalikda uxlashga yotdim. Videoga like bosib ketsangiz, kommentariy yozsangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Profilimga kirsangiz, bundan ham qiziq videolarni ko'rishingiz mumkin.